Hozirgi kunda qo'ylarni majburiy so'yilishgacha olib kelayotgan turgan kasallik bosh miyaga qurtisi, ya'ni seniroz kasalligi. Bu qo'yimizda hozir operatsiya jarayonini o'tkazdiramiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Bugungi mavzumiz seniroz kasalligi bo'yicha. Seniroz bo'yicha hozir ozmuncha tushuncha beriladi. Davolasa qanday va bu kasallikda qanaqa belgilar bilan kechadi? Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Hozirda ko'p uchrayotgan mana ko'pchilik demak xalqimiz biladigan o'sha seniroz adabiy tilda aytiladi va mahalliy tillarda aylanchiq, tentak, garang nomlari bilan mashhur bu kasalligimiz. Buni asosiy belgilari xuddi mana ko'rib turibsiz, aylanish yo bo'lmasam orqa taraflarda kuzatilganda orqaga qarab yiqilish, mana shu holatlar kuzatiladi. Agar bu kasallikda hozir ko'p dori vositalari chiqib ketgan, lekin unisi buni tavsiya qiladi, buni tavsiya qiladi, lekin bu dori bu kasallikda hozir bittadan bir yo'li, davolash yo'li o'sha operativ, ya'ni pufakni bosh miyadan olish operatsiya usuli bilan yechim bo'lib turibdi. Kasallanib bo'lgandan keyin, bu og'ir holatlarda ko'z ko'rmay qolishi, ishtahadan qolish, ariqlab ozib ketish va eng demak og'ir holati o'sha o'lim holatiga ham olib keladi. Bu kasal hayvonlar, ya'ni bu kasallikni oldini olish uchun, ya'ni aholimizda ko'p uchrayapti. Bu bo'lmasligi uchun nimalar qilishimiz kerak, nimalarga e'tibor berishimiz kerak? To'g'ri, biz xalqimizda ham gap bor. Kasallikni oldini olgandan, davolagandan ko'ra oldini olgan yaxshi deydi. Albatta buni oldini olish uchun o'zimizda olimlar tarafidan ishlab chiqarilgan vaksinasi bor. Qo'zilik davridan boshlab qilinadi. 1 oyligidan 3 oylikgacha bo'lgan davrda vaksina bilan oldini olish mumkin. Bundan tashqari hozir hamma yaxshi biladigan o'sha immunoparazitan degan dorimiz bor. Qo'zilik davrida bu ham o'sha 1 oydan boshlab qilish kerak. Dozalari aniq, masalan o'sha 3 kun oralig'i bilan 3 marta ukol qilib oldini olish mumkin. Eng asosiy demak e'tibor qaratiladigan tarafini bu o'sha buni asosiy qo'zg'atuvchisi itlar hisoblanadi. Tashuvchisi. O'sha itlarga, o'sha qurtlariga qarshi voyaga yetgan shaklini zanjirda uzishga qaratilsa, demak bu kasallik keltirib chiqarish sababi butkul to'xtatiladi. Demak, cho'ponlarga tavsiyangiz itlarga o'sha degilmentatsiya vositalarini qo'llash tavsiya etiladi. Oddiy tilga aytganda, itlarni o'ldirib turadigan bo'lsak, bu kasallikning oldini olgan bo'lar ekanmiz. Og'riq qoldirish uchun narkoz qo'yiladi kislanetdan vena qon tomiriga 1 millilitr. Ustoz, mana narkoz qo'yildi. Buni mana talabalarga, bizlarga tushuncha bersangiz, buni qanday aniqlasak bo'ladi? Qaysi tarafidan kessak to'g'riroq yetib boramiz ufakka? To'g'ri yetib borishimiz uchun. Endi bu bosh miyada joylashgan bo'ladi pufak, seniroz pufak bosh miyada joylashgan. Keyin kattaligi tuxumday bo'lgandan keyin klinik belgilar boshlanadi. Shu klinik belgilarga qarab shu operatsiyadan oldin shu pufak qayerda joylashgan joyini, ya'ni lokalizatsiyasini aniqlash kerak. Uning uchun Gertsin toponomik diagnostika usulini taklif qilgan. Uning uchun mana bu shoh o'simtasidan oldin bizlar miyani bo'shlig'ini markazini topishimiz kerak. Uni topish uchun bu yerda hamma tarafi bir xil bo'ladigan uchburchak yasashimiz kerak. Buni qilish uchun mana bu o'simtadan, ya'ni shoh o'simtasidan pastga qaratib nima qilishimiz kerak? Burchak yasashimiz kerak. Shu burchak yasalgandan keyin mana shu nuqta bu miya bo'shlig'ining markazi bo'lib hisoblanadi. Shunga nisbatan ikkita perpendikulyar chiziq o'tkaziladi. Shu chiziq o'tkazilgandan keyin miya bo'shlig'i 4 ga bo'linadi, 4 ta kvadratga. Ya'ni oldingi chap 10 kvadratlariga va orqa chap 10 kvadratlariga. Mana shu belgilar agarda oldingi kvadratlarda pufak joylashgan bo'lsa, unda ko'rish qobiliyati pasayadi yoki umuman ko'r bo'lib qoladi. Agarda orqa kvadratlarda joylashsa, unda koordinatsiyasi buziladi. Qo'y to'xtovsiz harakat qilishi ham mumkin. Boshini ko'targan holatda to borib bir narsaga to'qnashmaguncha u harakat qilib ketaveradi. Mana shunga qarab buni qilsa bo'ladi. Bunda hozir mana shu qo'yda qaysi taraf? O'ng tarafdagi ko'zi ko'rmaganligi uchun mana shu pufak oldingi taraf chap
bo'shlig'ida, ya'ni kvadratda joylashgan bo'ladi. Shuning uchun kesimda ham bizlar hozir mana shu chap oldingi kvadratda kesim olib boramizda va mana shu trepanatsiya qilingandan keyin bosh miyaga kirib shu pufakni sinroz hosil bo'lgan sinroz pufagini olib tashlaymiz. Maqsad shu pufakni pufak olib tashlagandan keyin qo'yni ahvoli yaxshilanadi va buni iqtisodiy samaradorligi 92% bo'ladi. Ya'ni 100 ta qilingan qo'ydan 92 tasini saqlab qolish imkoniyati bor. Bo'lmasa hammasi 100 tasi ham hammasi so'yilish kerak. Ya bo'lmasa ko'pincha o'lib qolish ham ehtimoli bor. Navakayim beringlar. Tak, buni endi o'tkazinglar. Uzunasiga kesaylik ustoz. Ha? Kesimni bitta uzunasiga. Bo'ldi, Amir. Tamam. Endi suyak usti pardasi kesiladi hozir. Skalpelni beringlar. Tampon bering. Suyak usti pardasini raspator yordamida ajratib olishimiz kerak suyakdan. Chunki bu yer suyak parmalanadi, teshik hosil qilinadi. Suyak bo'lakchasi qaytarib qo'yilmaydi joyiga keyin. Pardasi tortib tikib qo'yiladimi keyin? Ha, o'sha parda suyak hosil. Tak, tripan. Tak, o'tiradi endi shogird. Ham bo'ladimi, yo'l ochsak bo'ladimi degan savol tug'iladi. Qo'l mehnatini kamaytirish maqsadida. Lekin drillni bilamiz, aylanish tezligi deydi, ya'ni оборот katta. Bu miyani teshib kirib ketish ehtimoli ham bor unda. Ochildi, chaldi. Zo'roq yuborildi. O'zi tagida ekan ustoz. Ostida turibdi ana. Sal suyak buyog'ini olay. Igna держатель bering-da bitta. Eskiroq bo'lsa bitta bering, o'sha bilan sindirib olishga harakat qilamiz endi. To 50 grammgacha suyuqlik bo'lishi mumkin. Ayrim paytlarda ko'proq ham bo'ladi. Ha, katta ekan bunda. Pufak qancha katta bo'lsa, shuncha suyuqligi ham shuncha ko'p bo'ladi. Mana shu pufak. Sindiroz pufagi. Mana hozir miyadan olindi. Ichkarida suyuqlik bor. Va Fizrastorchiga. Tampon bering, yopiq. Mana ko'ryapsiz, olingan suyak qaytarib joyiga qo'yilmaydi. Bu suyak hosil qiladi, o'sha nimalarda kuzatdik, amaliyot jarayonida 20 kun, 25 kundan keyin suyak to'liq o'sha tog'ay bilan bitadi. Tezlik kattasi. Endi hozir mana suyak usti pardasi oldin tikiladi. Suyak usti pardasi teshik ustiga tikilgandan keyin suyak usti pardasidan suyak hosil qiluvchi hujayralar ajralib chiqadi. Mana shuni hisobidan yerda keyin suyak hosil bo'ladi. Normal holatda faqat tinch joyda saqlash kerak. Tinch. Shovqin bo'lmasin. Ustoz, buni parazitni pufaklari hammasi operatsiya yo'li bilan olinganmi? O'sha qanchasi qoramoldan, qanchasi asosan qo'ylarda ko'proqmi? Endi bu kasallik sinroz kasalligi asosan qo'ylarda uchraydi. Kamroq ichkilarda bo'ladi. İçkiler bo'yicha Orziyev degan doktorant himoya qilgan.
Endi asosan 80-90% qo'ylarda miyasida uchraydigan kasallik mana shu pufaklar hammasi qo'ylarda miyasidan olingan. Faqat bitta mana shu yerda katta miya anavisi bor, pufagi bor. Mana shu pufak moldan olingan. Qoramoldan. Qoramoldan olingan. Hozir qoramollarda ham shu qo'zg'atuvchisi, ya'ni multipsis mutatsiya bo'lib mollarga ham yuqyapti. Va mollarda shu sineroz kasalligi uchrayapti. Oldin eksperimental chaqirmoqchi bo'lgan vaqtda ham uni eksperimental chaqirish imkoniyati bo'lmagan. Minglab, millionlab skolix yedirtirgan mollarda ham kasallik bo'lmagan. Hozir tabiatni o'zi mana shu o'zgartirib, mana shuni ya'ni qo'zg'atuvchisi hozir mollarda ham shu sineroz kasalligini kelib chiqish sababi bo'lyapti. Shuning uchun buni ham faqat operatsiya davolash, faqat operatsiya yo'li bilan olib boradi. Ham qo'ylarda, ham qora mollarda. Tushunarli ustoz. Rahmat. Mana operatsiya jarayonini tugatdik. Agar kimda kim mana shunaqa muammo, kasalliklar kuzatilayotgan bo'lsa, bemalol o'sha universitetimizga olib kelishlari mumkin. Universitetimiz o'sha Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti. Shundoq qilib mana Bog'shamol ko'chasiga yaqin Mirzo Ulug'bek 77 joylashgan. Bemalol olib kelaversalaringiz mana shunaqa operatsiya qilib beramiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Bunaqangi qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga a'zo bo'ling va videomizga like bosib qo'ying.